Ajrashamiz. Xo'p, yoshlar. Hozir yangi qonun chiqqan. Ajrashish uchun ajrim to'yini qilish kerak. To'y? Ha. Mana bu qog'ozda hammasi yozib qo'yilgan. Shuni qilib kelasizlar. Siz joydamisiz o'zi? Ajrashish uchun ham shuncha to'xtada o'tamizmi? Mana ham bekorchilik aytmayapman. To'ydan oldin kelin dalilasi bo'lmagan. Kuyov sochlarida oq yo'q edi, yuzida ajin yo'q edi. Hozir hammasini tuzatib sog'lom bo'lib kelasizda. Assalomu alaykum xudoqola. Akangga o'xshamaydi. Bunaqa qonun bo'lmaganda ostonangizga qadam bosmasdik. Voy, kelinglar, kiringlar, bizani ham ko'zimiz uchib turgani yo'q. Ko'p gapirmay tog'oralarimni tezroq bo'shating, past qudidan qutuling. Voy, siz hamchi karchka somsadan nariga o'tmagan. Qani pulini tez olib chiqib qo'ying. Pulimizni olib uni ertaga xudolar xalq Okey, men sizga taklifnomam buni tortgan paytda kelin-kuyov bir-biriga yaqinlashishini emas, uzoqlashishini so'radim. Keyinchi bir-biridan teskari qarab tursin bular. Ha, aka biz bilmaymiz-da. Bunaqa zakas bizga birinchi marta tushishi. Mashina tezlashtiraylik, jigar. Ha, bo'ladi, aka, xo'p. Mana menga nima deysiz? Kiyadigan sari men qattan bilaman. Shunisi qorasi bor? Qora. Hamma to'yda oq kiyadi-yu. Bizaniki ajrim to'yi. Bormi, yo'qmi? Yo'q. Aytdim sizga. Tez-tez tanli qo'y ertalabdan beri qora ko'ylak qidirib yuribmiz.